Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli görürmenler. İslam biz programımızın 150. sanı görüşünü karşı alımız. Ben Abdullah Yalqın. Qadrli görürmenlerimiz, hammalarga ma'lum bo'lgandek, yillardan buyon davom qilayotgan bu programmamizda har bir musulmon Qur'on sunnatning nurida tushunishi kerak bo'lgan xilma-xil mavzularni ayrim tema shaklda huzuringizga sunib kelyapmiz. Shundaqla har programmamizning beshida va oxirida so'zlangan bu mazmunlarni haqiqiy to'g'ri tushunib hayotimizda shuni yashitib dunyo va oxiratda Rabbimizning roziligiga erishgan shu mu'minlardan qilishini tuvanchilik bilan Rabbimdan so'rab kelyapmiz. Va programmamiz albatta hammalarga ma'lum bo'lgandek, shu yillardan buyon doim o'zining qimmatli bilimlarini xalqimizga harmaytolmay sunayotgan doimlik mehmonimiz Sharq Turkiston Ulamolar birligi shunaqla dunyo musulmon olimlar birligi a'zosi Abdurahmon Jamol Kashg'ariyni taklif qilib kelyapmiz. Qimmatli vaqtdan chiqarib kelganligi uchun ko'p rahmat aytamiz oldindan. Rahmat. Alloh razı bo'lsin. Qadrli ko'ruvchilarimiz, programmamiz YouTube va Facebook kanallarimiz orqali naqd maydonda tarqatilyapti. Ekran oldida chiqib turayotgan nomerimiz shunaqla ijtimoiy uchur vositalaridagi aloqa vositalarimiz orqali programmamizga aloqador har qanday fikr taklif bo'lsa, berishinglarni, savollaringiz bo'lsa, so'rashinglarni umid qilamiz. Shunaqla ko'plagan qarindoshlarimizni foydalanish uchun ham bahrlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Albatta biz tunugun e'lonimizda bergandek bugungi temamiz ayollarning shu kiyim-kechak, ya'ni ayollarning hijab, niqob va rangli kiyimlar haqida to'xtalganligimizni e'lon bergandik. Ma'lumot bo'lgandek biz o'tgan soatda kiyim-kechak, ayollarning kiyim-kechak obrazi haqida bu shu bugun ilgirki bir qancha sonda maxsus shu ayollarimiz haqida to'xtalib kelyapmiz. Bugun texmbek bu sonimizda bu kiyim-kechak masalasini, mayli hijab, niqob bo'lsin, rangli kiyimlar bo'lsin, buni texmbek ochadiganligimizni tafsilroq tushuntirganligimizni ilgirki sonda bildirgan to'xtashuning uchun bugun bu sonda vaqtimiz yetgancha bu nuqtalarni to'xtatishga tirishimiz. Undaqda programmamizga boshlab ketsak, hurmatli ustoz. Albatta yuqorida deganimdek o'tgan soatlarda bu masalani biroz kirgan bo'ldik. Oldi bilan biz shu islomdagi ayollarning kiyim-kechak o'lchamlari haqida qisqacha bir ma'lumot berib olgandan keyin kirgan bo'lsak marhamat. Bismillahirrohmanirrohim. Janob Alloh hamsana payg'ambarimizga duo salomlar bo'lsin. Deyilgandek bu kiyim-kechakning o'lchamlari haqida o'tgan programmamizda qisqacha to'xtalgan. Keyingi tema bugungi munosabatlik bo'lganlik uchun niqob masalasi, yuzni qashi yoki kiyim-kechaklarni ko'z. Bu kiyim-kechakning o'lcham munosabatga olib buni qisqa turib holatda yana biroz bayon qilish to'g'ri keladi. Biz bu yerda Qur'oni Karimning oyati va kaskin bo'lgan, ro'shan bo'lgan payg'ambar alayhisolamning ko'rsatmasi bilan har qanday bir musulmon ayol yoki har qanday bir musulmon qiz balog'at yetgandan keyin qimiz bo'lmaydigan farz xarakterli o'lcham bayon qilamiz. Xo'sh. Uning mustahab qismi yoki nafl qismi, fazilat qismi ayrim. Ya'ni bir musulmon ayol musulmon bo'lisibdi bilan nimalarga diqqat qilish lozim? Badanining qaysi qismini yo'gash bu islomiy o'lcham degan bu masalani bayon qilamiz. Shu buni nafl qismi, sunnat qismi yoki mustahab qismi deydiganlar, u ikkinchi temada to'xtalamiz. Qur'oni Karim ikki surada yoki ikki oyatda aniq qilib ayollarning kiyim-kechak masalasini bir taraf qilyapti. Birinchisi Ahzab surasida yudnina alayhinna min jalabibihinna. Ayollar jilboblarini kiysin. Xo'sh. Ya'ni do'lisidan tartib ta o'shqa qadar yoki putuq qadar yopadigan kiyimlarni kiysin, badanni yo'gsin. Bu yerda jilbob bir kiyim bo'lsin, bo'ldi, ikki parchadan bo'lsin, bo'ldi, uch parchadan bo'lsin, bo'ldi, millatlarningki urf-odatiga kiyim-kechak po'soniq munosabatlik bir masala. Muhimi do'lisidan tartib ta oxirigacha yo'gab turadigan kengroq kiyimni buni jilbob deymiz. İkinci ayet en bu bedenini dolusu tartib ağır yo'gan bo'lsa, bosh qismi qanday bo'ladi degan chaqda yana bir oyat kerimda val yadribna bi khumurihinna ala jujubihinna. Ayollar boshlariga ro'mol solsinlar. Jubdan maqsad insonninki bo'yni, gal qismi, quloq, soch hammani o'z ishiga oladi. Demak, yuzdan boshqa yo'gaydigan qismni hammasini ro'mol orqali, xumar, ro'mol orqali bir yo'g'sin dedi. Demak, bu ikki oyat orqali ayollarninki kiyim-kechak masalasini farz qismini Qur'oni Karim kisblab bu yerda ayiradi. Shu bu vaqtda talash-tartish qilish hech qanday uri yo'q mesela bu farz qismida. Do'lisdan tartib oqchachi kiydigan uzun kiyim, tonu olamdi yoki yaktak olamdi, yaktakni ayollar kiymaydi, palto olamdi, qanday kiyim bo'lsa, necha parcha tarkibda. Yana birisi yuzdan boshqa
Bu yer yüzünü chiqarishimiz ham nechilagan oyatlar birazga to'xtalib illa ma dahara minha va uningdan boshqa oyatlar. Yüzdan boshqa quloq, chochlarini, bo'yonlarini yo'gaydigan ro'mol bilan yo'gisin dedi. Endi bu oyatga ximar val yazibni bi xumurinna degan bu ayollarniki yüzünü yo'gaydigan emas, bosh qismini, yüzdan boshqa chochlarini, quloqlarini, bo'yonlarini, hatto o'qiraklarini yoki ko'ksini yo'gaydigan kiyimni buni ximar deymiz. Bu yüzünü yo'gaydigan arab tilida bu niqob deb ataladi. Shuning uchun payg'ambar alayhisalom ayol kishi hajga yoki umri ihrom bog'lagan chog'da niqoblanmaydi dedi. Ya'ni yuzini yo'gamaydi dedi. Demak, niqob ayrim masala, ximar oyatga bu ayrim masala. Bu ishni bijlashtirishga yoki aralashtirishga bo'lmaydi. Xo'sh. Xo'sh. Endi ro'mol to'g'risida kelgan oyat, yoki yog'liq to'g'risida qaysi deb atayli? Val yazribna bi khumurihinna ala jubihinna. Ro'mollar bilan ko'kraklarni yoki bo'yin qismini yoki yo'chiq, ya'ni kiyim bilan itilmaydigan qismini yo'g'sin degan bu oyat ayollarni yuzini yopsin demadi. Agar yuzini yopish farz bo'lgan bo'lsa yoki yopmasa ayollar gunohkor bo'lgan bo'lsa, bu yerda juyubni yopsin degan yerda, ya'ni ochiq qoldigan qismini yopsin degan yerda albatta yuzini yopsin degan bo'ladi. Agar yuz avrat qism bo'lsa, yopmasa gunoh bo'lgan bo'lsa, bu vaqtda aniq keskin holatda bu yerda dalil kelgan bo'ladi. Agar ayollarning yuzini yepish lozim, yapmiz gunohkor bo'ladigan bo'lsa, boshqa oyat kerim degandek, bu kishilar tikilib qaramasin degan bo'ladi. Yuzi yepib ayolga hech qanday bir kishi tikilib qaray olmaydi. Xo'sh. Demak, bu yerda ayollarningki yuziniki yepishning bu yerda farz emas ekanligini bu oyatdan ko'rsin. Unisiga payg'ambar alayhisalom Hazrat Ali qilgan bir so'zida ayollarga tikilib qarmadi. Bir qatim ko'zdan tushib qolmaydi, ikkinchi qatim tikilib qarmadi. Yuzi yepib ayol qanday tikilib qarg'ani bo'lsin. Mana bu dalillar aniq ko'rsin. Unisidan sirtida İmam Abu Hanifa, İmam Malik, İmam Şafi, İmam Ahmed'den bir xil ko'z qarashi, ikki xil ko'z qarashi va bu olimning. Mush 4 olimning ko'z qarashida yuz yepish vojib bo'lgan yoki yepish farz bo'lgan doir kirmaydi, yuz bilan qo'l. Xo'sh. Bu farz doir kirmaydi aniq. Endi bu Saudiyada ayollar uni qildiki, buni qildiki deyish mumkin ba'zi qarindoshlar. Chunki hozirgi umriga bog'liq shu muhitni shu vaziyat ko'ramiz. Ular İmam Ahmedninki yan bir ko'z qarashini tutadiq. Yüzünü yapışı vacip diyen göz karşı. Ondan başka alimlerin hemmisi, bo'lapmi bu mezhepki katta mujtahid, mutafekkir alimlerin hemmisi ayollarning qo'li bilan yüze yepish farz bo'lgan doiraga kirmaydi. Bu alimlar nisbatan shunda ro'shan, aniq bir masala bu. Shuning uchun alimlar yüzünü yepish, yo'gash, agar yüzünü yepish, yo'gashlik o'rin bo'lganmiz payg'ambar alayhisalom qizi, payg'ambar alayhisalom qizim o yoki biraylarga Esma kız emas. Esma degan ayolga qiz bola balog'at ketgan vaqtida yuzi bilan qo'ldan boshqa ko'rinsa bo'lmaydi demagan bo'ladi. Agar yuzini yepish, yoki yuzini yo'gash, yoki niqob qilish farz vojib bo'lganmiz payg'ambar alayhisalom u gap demagan bo'ladi. Payg'ambar alayhisalomning bu yerda degan so'z shunday aniq. Qiz bola balog'at ketgandan keyin qo'li bilan yuzidan boshqa yerni ochib qo'ysa bo'lmaydi dedi. Unda bo'lganchada ayollarningki qo'li bilan yuzi bu ochiq turadigan yoki ochiq qo'ysa bo'ladigan doirdir. Bu yerni yepish farz emas degan bu masala aniq chiqadi. Uning ustiga olimlarning hammasi o'rtaq ko'z qarashida ayollar namoz o'qiyotib yuzini yopmaydi. Agar avrat bo'lgan bo'lsa, u yerni yepish vojib bo'lgan bo'ladi. Alloh razı olsun. Endi shu yuzini yo'gash masalasiga kiraylik. Asosan yuqorqi doirada nima yo'q. Bizga yuzdan boshqa, qo'ldan boshqa butun a'zoni yo'gashdanki farz ekanlik masalasida hech qanday bir olim orasida talash-tartish yo'q. Qur'on Karim kisb aytib o'tgan masala, shu biz ayon-mayon tartilgan masala emas. Endi anchamish talash-tartish bo'lgan yoki har xil ko'z qarash bo'lgan masala niqob masalasi yoki yuzni yepish masalasi bu vaqti bu. Bu ayollarning kiyim-kechak o'lchamlarida hijob bilan niqob ikkini aralashtirib olsak yoki bir-biri qo'shib yug'ishtirib olsak bo'lmaydi. Ikkini birlashtirib olsak yoki aralashtirib olsak bo'lmaydi. Men bu yerda ayollarning yuzini echib o'tinglar deb chaqamoqchi emas, tashabbus qilmoqchi emas. Balki men bu yerda Qur'on sunnatning ko'rsatmasi bo'yicha mutafakkir mujtahid olimlarningki ijtihodi tasavvur bo'yicha shariat zot bu masala qanday qaraydi, masalan aynan bayon qilib qo'ymoqchi. Xo'sh. Yuzni yepishningki dindagi o'rni nima? U mening mijozimga yoqdi, yoqmadi degan hissiyot masalasi emas, yoki bir tanlash masalasi emas. Islom zot bu masala qanday qaragan bu masalani aniq bayon qilmoqchi. Shu vaqtning o'zida bu yuzni yepish masalasiningki mustahab darajalik bir masala ekanligini bayon qilmoqchi. Xo'sh. Chiqayotgan masala buni mustahab demdiq yoki unidan oshiroq gunohkor darajasiga olib vojib deydigan yoki olib degan masala bu yerda.
Şuna bu vəcidən niqab taqgan ayollarni eyiblash to'g'ri emas. Chunki mustahab xarakterlik, savobli ish bo'lganligi uchun. Kichikgina bo'lsa-mu, savob bo'lang deb qilganligi uchun ularni eyiblash to'g'ri emas. Shuning bilan birlikda niqab taqmagan, ammo shariatningki kiyim-kechak o'lchami uyg'un kiyim kiygan ishbatlik ayollarni yuzda o'chib qo'yaptimi ayol deb uni haqorat qilish yoki kamsitish yoki unga boshqacha muomala qilish umuman to'g'ri emas. Chunki yuzni yepish masalasi niqob bilan bo'lsin, ro'mol boshqa narsa bilan bo'lsin, bu mustahab darajalik ish. Mustahab degan bir odam qiysa, savob oladigan, qimmat qilib qolsa, dinimizda hisob kitob tortilmaydigan, gunohkor bo'lmaydigan bir masala. Bu yerda shuni deymizki, Rasulullohning va sahobalarning zamon tatib niqob atgan ayollar bo'lgan, niqob atmagan ayollar bo'lgan. Bu vaqtda ko'rsatmalar yoki Rasulullohning hadislari, sahih hadislar ko'p bo'lsa ko'p. Masalan, bu vaqtda Tahrirul Mar'a fi Asr Risala degan 8 tomli kitobda nayt ro'shan sahih hadislar degan dalillar ko'p. Buni izlanmoqchi bo'lganlar shu kitobga qarasa bo'ldi. Ham bu yer shuni unutmaslik kerak, har bir qarindishimiz yoki har bir musulmon er bo'lsin, ayol bo'lsin, qizlarning yoki ayollarning yuzni yepish yoki yapmaslik masalasi yoki buning hukmi dinimizda har bir musulmon bilishlik bir masala. Xo'sh. Ayollarning yuzni yapamdı degan masala bir bölük odam bilib qo'ysa ya qag'al bilmay qaz bo'lgan masala emas, har bir odam bilishlik masala. Balog'at ketgandan keyin qizlar olsun, ayollar olsun, dinimiz hukmi nima? Yapışning hukmi nima buni bilish lazım. Eğer kishi bo'lib qolsa, mas'uliyat nuqtasidan qiziga, ayoliga buni tatbiqlash uchun bilishlik bir masala bu. Bu ixtiyoriy masala. Bir millat bilib, qolgan millat bilmisin bo'lgan, uqmay qolsin bo'lgan undaq masala emas bu. Nozik bir masala. Shunga bu masalaninki ko'plagan odamlarning kallasi g'uva qilib qolishi, aniqsiz qilib qolishi yoki uqilmay qilib qolishi bu to'g'ri emas. Hamma odam bilishlik masala. Şun bir yerde bu şer'i bilimde, usulü fikri bilimide, Kur'an sünnetinin prensipleri, makasitleri de xavr olmaganlarının ki sonu şaraqıştırıp ilgisiz vakırıştığının ki ornu yok bir yer. Bu her bir Müslüman biliştik bir mesele. Eğer yüzünü yogeş, yepiştik istek, eğer yapmaya kalsı günah oladigan, evret dep karılgan bunda bir mesele olgan olsa Peygamber ise bunu kisip bayan kıygan buladı. Yüzünü yepiş, vacip oladigan olsa, ya yapmaya kalsı insan onundan, bir Müslüman onundan hesap kitap dağıtgan bir mesele olgan olsa Peygamber İslam o meseleni aniq kisip bayan kıygan buladı. Bu mesele hem yerde umumlaşkan hem yerde keng tarqalgan buladı. Bütün müctehid alimlerin hamısı Peygamber İslam bu keskin göz karşı var. Bizden çok mu yapış lazım da bu mesele bütün Müslümanlara roşan aniq bir meselege aylangan buladı. Halbuki Peygamber Aleyhisselam'ın davrında ayollarning yüzünü ochiq qo'yganlik nurg'unlagan sahih hadislar var. Mesela bunun qatoridan bir ish hadisini alaylik, jiq hadis olsun. Peygamber Aleyhisselam'ın Esma qilgan bir so'zda qiz bola balog'at ketgan chaqda yuzi bilan qo'ldan boshqa yana ochiq qo'ysa bo'lmaydi. Hadis sahihmi sahih. Buni qo'llaydigan nechilgan hadislar var. Ro'shan pak. Ama yepish lazım degan unda keskin bir hujjat yo'q. Ikkinchi bir hadisda Hajjatul Vida'da Peygamber Aleyhisselam'ın ömrünün ahirida bir vaqalik bo'ldi. Fazıl deydigan bir kishi bu Abbas'nınki balası. Peygamber Aleyhisselam kendini mindirib olgan bu chiroyli bir yerga ketgan kelishgan. Hajjatul Vida'da bir qiz savol so'ragan kepti. O qiz bola shunda kelishgan chiroyli qiz bola ekan. Bu fazlimi yosh, o qiz bolami yosh bo'lgandan keyin ikkisi bir-biri qarishib qoldi dedi. Savol so'ra jarayonida ikkisi bir-biri qiz bola o'g'a bola qardi, o'g'a bola qiz bola qardi dedi. Peygamber Aleyhisselam bu kendidagi balananki, ya'ni fazlining bu tog'isining balasi, buni his qilib Pezden keçi yüzden tutup da bayan qara deb qartib qo'ygan edi. Agar o qiz bolaning yuzi ochiq bo'lmagan bo'lsa, uning chiroyli ekanligini kim nereden biladi? Kim bayan qilib beradi? Nima deb qaraydi uni? Demak, bu mu sahih hadis mi desa, bu sahih. İmam Buxoriy bilan Muslimning hadisi. Uningdan boshqa tabliq qilgan so'rlarda ba'zi ayollarning chiroyini bug'doy ranglik bir ayol ekanligi to'g'risida sahih hujjatlar turibdi. Mushunday ro'shan bayonlar bormisi bor. Endi bundan nima tushunmasa, ayollarning yuzni yepish vojib xarakterlik bir masalamiz. Yapmiz gunoh bo'lgan bir masalamiz. Xo'sh. Yapsı qanday bo'ldi degan masala, yuqoridagirimizda bu mustahab darajalik asrab qolsa bir savob bo'lam degan masala. Shuni buni yuqoriga chiqib, kishilar kaslashtirish, uni qilmaganlarni yomon ko'rish, boshqa qarash bu to'g'ri emas. Bu shariat masalani qanday yerga qo'ygan bo'lsa, qanchalik bir darajada qo'ygan bo'lsa, shu yerga qo'yishimiz lazım. Undan oshirib o'tish yoki kamaytirish bizning haddimiz emas.
Aşqulluq, onca aşqulluq qilishga bo'lmaydi. Mustahab darajada qilsangiz farz vojib qilishga yoki so'z qilib buni butun inkor qilish unug'im bo'lmaydi. Xo'sh. Shariat nada qo'ygan bo'lsa, qo'ysa. Bu kamchilik emas. Xolig'ini qilsin, xolig'ini qilmasin. Ya'ni xolig'i odam o'zi yapsin, xolig'ini yapmasin. Bundan sonra ba'zan dalil keltirish mumkin. Qur'onda oyat bor-ku: "Va iza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'il hijab." Agar bulardan bir so'ramoqchi bo'lib qolsanglar, hijobdan keyin turib so'rang degan oyat bor. Rasulullohning ayollariga. Ayollar. Bu nima degan gap bo'lsa, bu oyat nimasi? Ayollar odatda uylar tug'an vaqtida yog'liq atmaydi. Normal yog'liq atib o'tmaydi uyda o'tgan vaqtida. Demak, sizlar bulardan bir fatvo so'ramoqchi yoki nas kerak so'ramoqchi bo'lgan vaqtida, ayollarniki hijob atmay, boshlarini yo'g'imay yoki avrat qism deb qaralgan yerni yo'g'imay turib ko'rinishi to'g'ri emas demak oyatning ma'nosi. Uningda bu oyat payg'ambar alayhisolamningki ayollari xos bir oyat. Ko'plagan mufassir, ko'plagan olimlarning ko'z qarashida. Shu payg'ambar alayhisolamning ayollari xos bo'lgan hukmni uni boshqa musulmon ayollarga tatbiqlashga uyaga bo'lmaydi. Xo'sh. Xo'sh. Ba'zi olimlarning yana bir gapi, fitnaning oldini olish uchun yuzni yepish lozim, bo'lmasa fitna oldi, uning bundan qarab qoldi dedi. Bu burungi zamondan tortib bir gap, davrninki zamonning o'tishi bilan bu fitna demdoq, demamdoq. Ya'ni ishdan oldini olamdoq, ammamdoq yoki vositani cheklash nimasi. Bu yerda ikki narsa bor. Vositani cheklash nimasidan cheklash bir hukmni yoki asli hukm nuqtasidan cheklash. Ikki masalani ayirish lozim. Men ayirmoqlik ba'zi qarindoshlar. Asli hukm shariatda mubah bo'lgan bir masala bo'lsa, yuzni ochiq qo'yash, buni kesib o'tamiz. Ayollarning yuzni ochiqligi mubahmi, durustmi, durust, joizmi, joiz. Buni kesib o'tgandan keyin ham ehtiyot nuqtasidan yuzni yapsiz, yaxshi eti, fazilat desa, bu ayrim ikkinchi masala. Ikkinchi masala uni birlashtirib majburlasak bo'lmaydi. Asli mubah. Ammo ehtiyot nuqtasida, xo'sh. Fitna bozordan oldin olish nuqtasida niqob taqsa yoki yuzni yapsa, fazilat bo'lib yaxshi bo'lib desa, bu ayrim masala. Bu burungi nimada aytadi. Bugungi zamonda biz yashayotgan bu zamonimizda fitna fasod shariatningki ruhiy ko'rsatmasi bo'yicha kiyim kiygan, yuzi bilan qo'lni ochiq qo'yib kiyim kiygan ayollardan fitna kelmaydi bugun. Bugun kunlikdagi ayollarning fitnasi nima desa, kindagi ochiq, bili ochiq, pachiq ochiq, yeri uyoq ochiq, chechi ochiq, beshi ochiq, ma ayollardan keladi. Bu shunchalar aniq munkarat bo'lsa, fitnaningki beshi bo'lsa, gunoh bo'lgan ishlar jiq bo'lsa, buni to'xtalmay ehtiyot qildik deb ta'sirlash turib, tadrijan niqobni taqmaydigan, yuzni taqmaydigan, chechini echib o'tadigan buyak ekkab qo'yash bu kishilarni dindan yukitishga olib bordi. Uningizki biz yashayotgan davrga bir qarashlar. Fatvo zamon makonga o'zgardi dedi, sharoit qarab. Burungi zamondagi insonlar qanday yashaydi? Bugungi kunlikda insonlar qanday yashayotdi? Bu shayton nalda o'ynab yuriydi. Ko'chalarga chiqqan vaqtida, avtobuslar chiqqan vaqtida nimalar duch kelyapmiz? Mau narsa bilan bu fitna emasligini bu yerdan qarash lozim. Demak, gapimizni xulosalag'an vaqtida ayollarning yuzni yo'g'ashning hukmi yoki niqobning hukmi mustahab darajalik masala. Fazilat darajalik masala. Qiysa asli savob oladi. Xo'sh. Qilmay qolib qolsa bir kishi bundan gunohga tortilmaydi. Xo'sh. Rahmat Allah razı olsun. Endi shunga munosabatli bo'lganlik uchun bir ko'rimimiz tezliklardan savol so'rabdi. Undaqda yuzni yepish islomda ayollarga farz qilinmagan, bo'lsa, ammo yo'ldoshi yuzni yepishni talab qilsa, ayol kishi rad qilsa bo'lamdi deb bilsa hozir. Dinimizning hukmi aniq bu yerda. Yuzni yepish ayollarga farz emas. Xo'sh. Buning hukmi mustahab darajada. Eri qaysi bir sababdan da o'zing yapsang yaxshi bo'ladi desa, ayol itoat qilsa buni savob berishadi. Mustahab darajada savob qilishadi. Xo'sh. Rad qilsa bu kichikgina masala deb jangizlar chirib oilani buzib o'tish bu to'g'ri emas. Xo'sh, xo'sh. Demak, bu yerda bu ayol erini yaxshi ko'radigan bo'lsa, bu ishim bir savob bor degan bo'lsa, buni qilmasa chiqishmaydi. Agar u orqali qisqanchilik chiqadigan, mushkullik chiqadigan, ishlar tez chiqadigan bo'lib qolsa, erimi bu yerda u sharoit masalasida e'tibor qilsa bo'ladi. Xo'sh, xo'sh. Chunki hammaylar Saudiyada yashamaydi, hammaylar Istanbulda yashamaydi, hammaylar Qoyirada yashamaydi. Londonda yashaydigan musulmonlar va Amerikada yashaydiganlar va Yaponiyada yashaydiganlar va O'rta Osiyada yashaydiganlar va yog'liq atqa vaqtida normal maktabga kirgin qo'ymaydiganlar 2013 dan ilgari 2012da. Turkiyada qandaqdi? 600 yil islom dunyosini yetaklagan, bosh qo'ygan islom dunyosi eng chong poytaxt bo'lgan Istanbulda
Türkiye'de. Bu yakın yerda Turkiyada 2010'da ilgari 90-yillarda ay qizlarning maktabga yog'liq atib qapqasi kirolmaydiganligi bu aniq ro'shan bir masala edi. Bu sharoit masalasi bor. Shu bu yer farz masalasi chong turayli, dinimiz ko'rsatgan prinsipal masala chong turayli, furuat tarmoq masalada dinimizning qo'skan bo'lganini biz kan qo'samiz qilib qo'yibdi. Xaliqallar qilmansiz qilsin, xalimg'allar o'zini tanlaydi. Chunki dunyoda har turli yerda inson yashaydi. Har turli yerda musulmon ularni yashay oladigan sharoit yaratsin. Xo'sh. Bir tarmoq bir sabablik, bir mustahab darajalik bir sabablik haqorat kuchaydigan, ishlar ta'sir kuchaydigan, sabab turli nurlik xafalık olib qo'yadigan bu ishga duch kelmasin deymiz. Hamda o'sha ayollarning ranglik kiyim-kechak masalasi ham talashtash bo'layotgan masalalardan biri. Ko'pincha xuddi shu qaridan boshqa kiysi bo'lmaydigandek qizlarning ko'pinchisi qari kiyimlar bilan o'tirda yillardan buyon tortishayotgan masalalar. Shu masaladan biroz oshgan bo'lsak. Har qanday bir ishda bu dinning maqsadi nima buni qarash lozim. Islom mush ishni buyurgan bo'lsa, nimani ko'zlagan, bu ishdan to'sqan bo'lsa, nimani maqsad qilgan. Bu dinning maqsadi, shariatning maqsadi intayin muhim. Xo'sh. Bu o'tir to'li pacham-para talash-tarash qilganlar bu dinning ruhini, dinning maqsadlarini bilmaydi. Shunga ushaq masalalarni bozorda to'xtamay qaymoq turish rolini o'ynaydi. Bu kiyim-kechak masalasi islomningki cho'ng ikki maqsadi bor. Birisi avrat deb qaralgan o'rinlarni yo'gash, ayollar nisbatan yuz qo'ldan boshqa. Ikkinchi birisi fitnaning oldini olish. Xo'sh. Demak, bu pok ayolkan, iffatlik ayolkan, musulmon ayolkan, gunohga chaqosim kelmaydigan deydigan bir simbol, bir obraz yaratildi. Bu birinchi maqsad. Ikkinchi maqsad musulmonlarni, musulmon ayollarni boshqadan farqlantirish va hurmatini saqlash masalasi bor. Kiyim-kechakda. Musulmon ayolkan darhol uningki kiyim-kechakdan musulmonlar chiqib turdi, ham hurmat saqlanadi. Mayli musulmon olsun, boshqa bir fasik bo'lib qolsin, bu yerga kelgan vaqtida u diqqat qilin. Endi bu ayollarningki shariat uyg'un kiyim-kechaklarni xususiyati qarasak, birinchi bo'lib Allohga itoat qilganlik. Dinim mushuni buyuribdi, meni farz qilibdi, mushuni amal qilishim lozim deb Alloh itoat qilganlik nuqtasidan shariatning kiyim-kechakini kiydi. Ham valibasu taqvo bo'yicha bu taqvolikning yo'li ekan. Bu dinim buyurgan ishni qilsam, mening iymonim taqim oshirgan deb taqvolikning alomati ustida bu kiyim-kechak. Ham bu shar'iy kiyim-kechak da'vat boshqalar. Musulmon degan mana kiyindi. Bu musulmonning kimligi, musulmonning obrazi. Biz bu haqda ilgari program ko'p to'xtaldik bu yerda. Xo'sh. Kimlik masalasida. Ham bu jihad masalasi. Bugungi o'xshash, yerim yalang'ochlik avjagan, shaytonlik avjagan, fitna fasod avjagan, televizordagi har bir programmada, har bir ko'p qismli nimilda YouTube'da qaraylar, yanımcı qarab bütün shayton hujum qilib, oilani buzishtirgan, islomni buzishtirgan, islom dunyosi, musulmon dunyosi bo'lib bu yerda ayollarni yerim yalang'och qilish orqali ilgari programmamizni takrorladik. Xo'sh. Bu yalang'ochlik shaytonning vasitasi. Oyinda qo'llanayotgan yerda bu shariatning ruhi bo'yicha musulmonlikningki sifat taqozosi bu kiyim-kechak bu jihad masalasi. Buni ayollar buni bu nuqtadan qarash lozim. Bu kiyim-kechak faqat bir raq masalasi emas, faqat bir odat masalasi emas, bu dinim buyurgan bir kimlik masalasi degan nuqtadan qarash bu intayin. Biz 2-3 programmada bu haqda to'xtaldik. Endi bu dinimizdanki ayollar farz qilgan kiyim-kechak o'lchamlari yana bir xulosalab o'tsak, birisi yuzi bilan qo'ldan boshqa a'zol to'liq yopadigan kiyim bo'lishi. Ikkinchi birisi, ikkinchi sharti badanni sifatlab qo'ysak, bak nipis kiyim bo'lmasligi. Nayt inchki badanini oqmoq ko'kmo sariqmo chiqib turadi. Yana birisi bak tavunmasligi badaniniz alomatlarini ko'rsatib qo'ygan. Bu uch shart eng muhim shart ayollarning kiyim-kechak. Buni qo'shib ikki shart bor, ba'zida bu desakmi bo'l, demsakmi. Qo'shimcha deb aytsak, erkaklik xos kiyimlarni kiyib olmas. Masalan, nimaga o'xshaydi desa, masalan, beshimizga do'ppa. Biz Uyg'urlarni misol olsak, bu kimdan kelsa bo'lsa, erkaklarga. Buni ayollar kiyib olsa, bir xil g'alitalik tuyuldi. Bu tarafmi? Yoki boshqa bir dinning simvoli bo'lgan rohibatlarniki masalan xristianga o'xshash, yoki yahudlarniki, yoki buddistlarga o'xshash, u dini tusagan kiyimlarni kiymas. Bu odat bu ikkisi yo'q hisobda, muhimi yuqori ushlar. Yuzi bilan qo'ldan boshqa a'zoni yo'gash, nepiz olmaslik, bak tavunmaslik. Bu shart yetib oshadi. Xo'sh. Endi hijob ko'pincha so'zlar hijob masalasi bilan to'xtalaylik. Buni romal deb tugatsak bo'ldi. Yoki biroz kangri ma'nosini olib aytgan vaqtida, keyingi bir istiloh, bir fiqhiy istiloh bo'yicha ayollarningki yuzi bilan qo'lidan boshqa a'zolarini to'liq yo'gaydigan, badanni sifatlab qo'ymaydigan kiyim desak bo'ladi. Hijob.
Hijab bu bir kiyik atalıq oldu. Bu şekilde işletilgan. Yani şeriatningki o'lchamli kiyim kiyishni bu hijab deydi. Faqat ro'mol xas emas. Xo'sh, xo'sh. Niqob degan faqatlam yuzga xas bir kiyim. Ya yuzni to'liq yopish yoki qisman yopish. Bizdeki Uyg'urlarningki madaniyat urf-odatida ayollar to'g'ri ro'mol bilan yopgan bu xil shakli bor. Buni yopganlim bo'lgan, buni yapmaganlimi bo'lgan. Bu bir kamchilik masala. Ya'ni to'g'ri ro'mol bo'lsin yoki boshqaroq bo'lib qolsin, bu mustahab masalasi. Bu atalıq. Endi kerak. Kiyim-kechakning rangli bo'lish masalasiga kelsak, dinimiz ayollarningki kiyim-kechakdagi rangi manda bo'lsin deb cheklama qo'ymadi, yoki belgilama bekitmadi. Ayollarningki kiyim-kechakning rangi haqida yoki kiyim-kechakning posoni haqida ko'rsatma demadi. Bir belgilamani yo'l qo'ymadi. Buning asosan ayollarningki kiyim-kechaklari shariat uyg'un kiyim-kechaklariningki rangini qora bo'lishi shart emas. Yoki cho'qim shariat uyg'un kiyim deb abay kiyish u shart emas. Yoki qora rangli kiyim bo'lsa, azroq olsin savob deb unda gapmi yo'q. Chunki shariatda bir kiyimningki posoni haqida, kiyimning rangi haqida ayollarga qarata bunda bir belgilama yo'q. Muhimi ayollarning kiyim-kechaklari alohida darajada erlarni qintadigan bo'lmasa, bu mubah doirasiga kengri bir yo'lliq bir masala. Rangli bo'lsin bo'laveradi. Bunun qo'shimcha bu zinnat masalasiga vaqtda tabiiy savol keldi. Bu ayollar chiroyli kiyimlarni kiysa bo'lmamdi. Bu chiroyli kiygandikanlar bu zinnat kiyim kiymadi ekan, bu kiyim-kechak chiroyli bo'lsa, shuni kirib qolmam deydigan bu savol keldi. Kiyim-kechak er olsun, ayollar olib qolsin, bu chiroyli kiyimlarni kiysa albatta bo'ladi. Normal darajada ayollarga nisbatan normal darajada zinnat kiyimlarni kiysa bo'ladi. Lekin alohida bir xil. Masalan, bizdan ichida bir 2% ko'rinib qoldigan başqa diqqat tortgan ma kiyim-kechaklar ekan. Undan boshqa normal darajada chiroyli kiyim-kechaklarni yo'lliqmiz yo'lliq. Chunki bu oyat Qur'on karimda ya bani adam xuzu zinatakum inda kulli masjid. Ey inson bolalari, er olsun, ayol bo'lib qolsin. Masjidga borgan chaqda namoz o'qiydigan eng chiroyli kiyimlarni kiyinglar dedi. Zinat kiyimlarni kiyib o'qinglar, Allohning oldiga borgan chaqda nima bilan, ko'sar bilan o'qimaydi, kalti ko'sar bilan o'qimanglar, yoki ishmayk bilan o'qimanglar, yoki shaltaq, yoki mehnat qasmoq degandek bunda kiyimlar. Muhimi chiroyli, go'zal kiyimlarni o'qinglar. Masjid odam to'plashgan o'zining so'zini olsa. Endi masjidga o'xshash bunda bir yerda chiroyli kiyim kiygan odam to'plashadigan yoki bag'avatim chiroyli kiyimni kiysa bo'ladi degan bu hukm ishorat tariqasidan bu oyatdan chiqadi. Bu oyatning davomida vakulu va sharav va la tusrifu. Ya'ni ishni isrof qilmang. Oxirida bor. Qul man harrama zinatallahi lat akhraj libat. Alloh taolo insonlar yaratgan nurg'un nima? Zinat. Zinat degan so'z bor Qur'on karimda. Allah insonlarning manfaati uchun, foydasi uchun, huzuri uchun, tasalli uchun, ko'ngli xush qilish uchun chiqargan yaratgan nurg'un zinatlar. Buni kim cheklabdi dedi? Kimning haddi va kim berdi? Kim harom qilibdi dedi? Demak, bu yerda dinimiz buyurgan doirani olib ketmasa, buni zinat sifatida kiyim-kechakdan chiroyligini kiysa, ilg'orni kiysa, durust bu durust. Bu odamning imkoni yetib qizilinib qolmaydigan bo'lib qolsa, chiroyli kiyimlarni kiysa, xo'sh. Durust. Peygamber Efendimiz Allah güzellikni yaxshi ko'rdi. Muhimi boshqalarning ko'zida olachakmang qilib o'tadigan bunday kiyim bo'lmasa, chiroyli kiyimlarni kiyish bo'ladi dedi. Va tayyibat min aras. Yaxshi narsalarni yeb ichsa bo'ladi. Royiblik qildi nima? Zoyitlik qildim deb dunyoning ne'matlaridan voz kechib yiroq yashash bu dinimizning ko'rsatmasi emas. Bu boshqa bir masala, xato tasavvur. Bu vaqtda keyin to'xtalamiz. Endi gapimiz kelsa, bu yuqorqi oyat ya bani adam, bu kiyim-kechak masalasiga munosabatli bir oyat. Bu oyatning kiyimning turini bayon qilib bergan. Manda turda kiyim bo'lsin demadi. Kiyimning rangini, shaklini mi demadi, posonini mi demadi. Masjidga borgancha chiroyli kiyimlarni kiyinglar. Nima ish qilsa? Chunki islom dini bir hukmni, bir qonun yo'l qo'yganchada har zamonga uyg'un yo'l qo'ydi. 10-asrda uyg'un kelgan qonun 21-asrda, hatto 30-asrda uyg'un qilgan qonun yo'l qo'ydi. Shunga bu kiyimning rangini belgilab qo'ygan bo'lsa, bunun posonini belgilab qo'ygan, turini belgilab qo'ygan bo'lsa, zamon o'zgarsa, urf-odat o'zgarib, millat o'zgarsa, u hukm amaldan qolgan bo'ladi. Bu din har zamonga yaraydi degan salohiyat bu yerda. Shu buningga o'xshash zamonning o'zgarishi bilan, o'rinning o'zgarishi bilan, urf-odatning o'zgarishi bilan o'zgarib turgan bunday ishlarga o'rlashmoq buni qo'yib o'tadi. Muhimi yuqorqi doira. Kiyim kam bo'lsin, sifatlab qo'ysak nefis olmasin, yuzi bilan qo'ldan boshqani yo'g'aydigan bo'lsin, umumiy o'lchamni qo'ydi. Bu o'lchamdan sirtida uning markasi qanday bo'lishidan qat'iy nazar, turi qanday bo'lishidan, posoni qanday bo'lishi, rang qanday bo'lishidan qat'iy nazar uni aralashmaydi. Bu masalani obdan diqqat qilish lozim.
Bunun asasen Müslüman bir adam, ayol kishi deydi. İslamning maqsadlariga, yuqori kiyim-kechaklik maqsadlariga aytgan asosda davrga uyg'un keladigan, milliy urf-odatga uyg'un keladigan kiyimni kiysa albatta bo'ldi. Albatta bu yerda ikki nuqta bor. Birisi davrga uyg'un kelish. 100 yil ilgari ba'zi kiyimlar bugungi zamonda bizdagi urf-odatimiz kelmasligi mumkin. Xo'sh. Gerçi o taraqqiy qildirilgan bo'lsa balkim u boshqani. Ya 200 yil ilgari deyil. Birisi davr masalasi, yana birisi urf-odat masalasi. Hem bu urf-odat masalasi qarsak bu zamonning o'zgarishi bilan bu o'zgaramdi desa, o'zgarib turdi. Bu yerda shunga dinimizningki kiyim-kechak qo'ygan o'lchimiga qaraymiz, davr o'zgarsin, o'zgarmasin, o'lcham bo'yicha muomala qilib ketaveramiz. Xo'sh. Endi bu ayollarniki kiyim-kechaklarning ranglari ya shakllarining masalasi asosan urf-odatga munosabatli. Urf-odat belgilaydi buni. Urf-odat degan bu masala islomning prinsipi zidganmisa, yoki islomning maqsadi zidganmisa, yuqorqi masala 3 shart desak, ayollar o maqsadi zidganmisa, yoki aniq kelgan bir shar'iy dalil zidganmisa, yoki adab axloq zidganmisa, bu urf-odat yo'lliq. Yo'lliq qo'yilamiz, yo'lliq qo'yiladi. Xo'sh. Urf-odat qachon cheklansa, dinimizdan maqsad zid kelsa, prinsip zid kelsa, yoki aniq bir shar'iy dalil zid kelsa, yoki adab axloq zid kelsa, bu urf-odat rad qilinadi. Agar unda bo'lmaydigan bu yo'lliq urf-odat bo'lsa, yo'lliq urf-odat. Bu haqda tafsirshunoslarning, qadimiy tafsirshunoslardan Ibn Jarirning bir so'zi bor. Buni misol olsak foydali. Gunoh bo'lmaslar deydi. Davrning taqozzosiga uyg'un kiyim-kechaklarni kiyish odamgarchilikdir deydi. Mufassir tabiri. Gunoh bo'lmaslar, davrga moslashadigan kiyim-kechaklarni kiyish Xo'sh. odamgarchilikdir. Buningga xilof yo'l tutish shuhrat qozonishning yo'lidir. Shart nimasi? Gunoh bo'lamdi, mush kiyim-kechak kiysam kiyim bo'lmam. Ayollar kiyim tanlagan qizlar qarash lazım. Dinimiz qo'ygan o'lchamga uyg'un keladigan kiyimmi yoki uyur to'shiq, bu yeri ochiq yoki andaq-mandaq bugun kunlikda bu axloqni buzish uchun shaytonlarning usuli, kiyim-kechak modlarning usuli olib ketdi. Buni qarashlar. Shariat uyg'un kiyimni buni qarashlar. Gunoh bo'lmaslar, davr uyg'un kiyimni kiysa, masalan, shim kasuni misol qilaylik. Bugun insonning hammasi o'rtaq bo'lgan bir masala, insoniy o'rtaqlar. Durustmi? Albatta durust. Yo'lliqmas, yo'lliq. Endi bu yerda davr bu shaklda bo'lsa, buni aksicha bir kiyimni kiyish u shuhrat qozonganlikning yo'li edi. Xo'sh. Demak, davrga zid bir usul qo'llanganlar. Tarixli holatda 99 odam oxirgi holatga kelsa, u shu usulni qilish gunohimiz emas. Boshqa bir yo'l tutganlik bu shuhrat parastlikning yo'li edi. Bu ong masalasi. Xo'sh. Masala bunday bo'lgan bu kiyim-kechakninki rangi yoki posoni yoki shakli erlarning diqqatini tortamdi dinimiz maqsad qilgan. Ya tortmam degan bu masalani kim belgilaydi? Buni millatninki urf-odati belgilaydi. Xo'sh. Her bir millatning urf-odati belgilaydi. Chunki bir yurtda kiygan kiyim-kechakning rangi boshqa bir yurtga nisbatan g'arit bo'lishi mumkin. Masalan, biz Uyg'ur ayollarning kiygan kiyim-kechaklar masalan atlas va shuning o'xshash misol qilaylik. Hindistonliklarning kiyim-kechakini qarab boqaylik. Indoneziya, Malayziyani qarab boqaylik. Bir-biridan farqli. Masalan, Indoneziya, Malayziyada ayollar kiygan rangga o'xshash bu kiyim mashhur. Sariqroq bir narsani jiq kiyadi. Hatto Afrikadagi ba'zi yerlarda bizga nisbatan o'qi rangni kiyish bir g'aniyatlik tuyuldi. Demak, bu yerda millatning urf-odati farqli bu yerda. Ba'zilarga nisbatan farqli tuyuldi. Shu bu urf-odat masalasida kiyim-kechakning rang masalasi erlar diqqatdan tortmamdi bu masalani belgilaydigani millatninki urf-odat masalasi. Misol olsak, Saudiya qarsak qarang odat bu yerda. Turkiya qarsak ko'k ya kul rang yoki yeshil ya qizil bu ayollarning kiyim-kechak bu odat. Diqqat tortamiz, chunki hammasi asosan degidek shu xil rangda kiyim kiygan bo'lg'achqa. Xo'sh. Shunga bu yerda bu ayollarning kiyim-kechak posoni masalasida bu dinimiz qo'ygan o'lchamga, maqsadga qarash lazım. Shuning uyg'un kelamdi, uyg'un kelmam. Dinimiz qo'ygan kiyim-kechak o'lcham uyg'un kelsa, urf-odat xarakterga shu o'g'achqa kiyim-kechakning posoni rangi boshqa masalada boshqa masala yo'q. Sharq uyg'un kelib qolsalar, uning rangida boshqa turda hech qanday masala yo'q demakchi. Xo'sh, xo'sh. Shunga bu yerda bu qizil kiyim kiysa ayollar diqqatni tortdi, yoki bugun chiqqan bexil rangni kiysa nima qildi?
boshqalardan alayda bo'lib ketsa kerak. Lekin normal holatda umumlashgan bir rang bo'lib qolsa, millatning urf-odat masalan atlas, ayollarning hammasi atlas kiyamiz. Hech kimdan qin tortmaydi biz. Bizga nisbatan shunday uyg'urlar nisbatan uyg'ur deb darhol bilindi. Shu bu yerda qor kiyimga sabab bo'ldi deydigan bunday gap hech qanday o'lchamda to'xtamaydi. Yani bu urf-odat masalasi, bu dinimiz urf-odat qanday qaraydi? Buni mi qarashlar. Shu ham bu yerda ishdan oldin oldim, ehtiyot qildim deb qattiq chingitgan vaqtida nurg'un odamlarni qochirib qo'ydigan dindan. Dinning ko'rsatmasi bilan yashashdan ziriktirib qo'ydigan ma ishni o'ylash lozim. Saddu zaray deydigan bu usul qo'llanilgan chog'da bu salbiy ta'sirini o'ylab hukm chiqarish lozim. Xo'sh, ko'p rahmat. Endi o'sha ma'liqi bu so'zdan so'zlayotgan vaqtida urf-odat masalasi tilg'aydigan vaqtida shunda xiyolim vatanga uchib ketdi hamda. Biz yani necha asr burunqi ish emas hamda yaqindagi vatandagi butun shu janubga borgan vaqtimda mana shu bir qancha yilda bir bordim hamda sayohat aylanib kelish uchun. Shu vaqtida onalarimiz, hatto kichik vaqtlarimizga cho'ng opalarimizni kiygan kiyimlar islobaydi bo'lsa Qashqarda butunlay qahva rangidagi bir tor romanni o ayol bakchiq ko'rdim ko'chalardamda. Boshqa Aqsu o tarafda Xotanning boshqa Aqsu kucha bu tarafli qarasalqa navatrang bir romal tevma yuziga ayollar qilib. Shunda bir xil ranglik bo'lgan bilan hech kimning diqqatini shunda chiroyli bir urf-odatimiz bor hamda. Buni Xitoymi shu dahshatli bostirish bilan buni kundan kunga sat ko'rsatib uni qilib buni yo'qotdi hamda. Keyindan bu vatanimizga shu qari kiyim Saudiyaning shaklidagi qari kiyim bakrak umumlashgan bo'ldi. Urf-odat masalan bizningki shu kiyimlarimizni o'ylasak hamda dinimizga bo'lsin, ham hattoki Saudiyaning kiyimidan bakrak insonlarga tamamen hiçbir şekilde fark qilolmaydigan hamda shu qiz ayollarimiz, onalarimiz shu shaklda hamda qilgan. Qiyirib ketgan onlarimiz shu qadar chiroyli oppoq romanlar bilan insonlarga qarisi bir resimga tushib olg'isi keladigan darajada chiroyli hamda nur yog'adigan shu onlarimiz. Uni biz chet elda ko'rib baxmadik hamda. Dinga esilganlarning ichidami bunda bir o'zimizning milliy urf-odatdagi shu shakldagi kiyim kiyganni ko'rmadik. Butunlay shu mesela abaysıl söylep ötkendeki qara Saudiyaningki mesela yüzünü yapadigan şekildeki. Bunda men aslında çağırılgan nima uchun millatimizningki shu asli shakldagi urf-odatimizga uyg'un shaklda kiyim kiymek bu qari narsaga bakrak yuzlandi deb qarayman. Biz yuqori deganimiz qara Saudiyaningki bir odati. Din bilan aloqasi yo'q. Rangninki, qara rangninki yoki abayning u shaklininki din bilan aloqasi yo'q. Urf-odat masalasi. Bizning insonlarning ko'pincha dinga qarta tasavvuri, tushunchasi ojiz bo'lgan bo'lg'achqa, bu haramda yashayotganlar, muqaddas joyda yashayotganlar, islomni eng yaxshi taniydigan ang shundallar, shu mushulning kiyimini kiysak, bizning islomga to'liq amal qildigan o'xshaymiz degan bu urf-odatni din nomini qulbul qilib olgan bir xatolik yaradı. Xo'sh. Bir zamonlarda, 2000 yillarda g'alat ishlar atar. Mana bu ayollarniki 95 yo'la 2000 araliqlari bo'lsa kerak. Pokistonliklarning bir kiyim bor, akishlik kiyib olgan. Ko'pincha biz bilamiz, bir yer laplimiz var. Mushni kiymasa musulmon bo'lmaydi, bir qism fikriy ozg'unlar shuni tashabbus qilgan, bozor saqan ahvollar bo'lgan. Qizlarmi, ayollar? Yo'q, o'g'illarga, akishlarga nisbatan. Buning hech qanday bu din bilan aloqasi yo'q. Xo'sh. Bu akishlarga kiyim-kechak masalasi ilgari to'xtalib, keng ayollarning masalasi uch xil shartga uyg'un kas tugaydigan bir masala. Shu bu yerda bu Saudiyaga haj bilan, umr bilan chiqadigan ahvollar, aninkan dinning markazi shu yer, dinning amal qiladigan urf-odat masalasi din nomi bilan kirgan bo'lg'achqa bizning diyorimizga, shunga bu qarang savob bo'lamlik deydigan xato tushun shakllanib qoladi. Amaliyat qarangning hech qanday din bilan aloqasi yo'q, abayning savob bo'ladigan yeri yo'q. Muhimi 3 shartga uyg'un kelib qolsa, bu kiyim-kechak shariatga uyg'un kiyim-kechak. Alloh taolo bizni uyg'ur qilib yaratdi. Bizni Sharq Turkiston tuprog'ida yaratdi. O'zimiz xos necha uzun muddat 1000 yildan tortib olimlarimiz, ulamolarimiz bilan shakllantirgan kiyim-kechak madaniyati bor. Buni saqlash dinimizdan hech qanday bir taqashmaydi. Unga amal qilish dinimiz xilab kelmaydi. Balki bu urf-odatimiz yuqori deganimizdek, dinning maqsadi yetgan bo'lsa, dinninki prinsipi yetgan bo'lsa, shariy hukm yetgan bo'lsa, adab axloq taqashmasa, hurmatlan. Tilga o'xshash. Buni tushungan olmaganlikdan yuz bergan ahvol. Xo'sh. Bu yerda buncha savollar tushibdi hozir.
bir hemşerimiz depti, "Huzu zinatakum" degan erlarga deyilgan tursa, ayollar boshqalarning diqqatini tortgudek kiyimni kiyish cheklandi, albatta. Albatta mahrimining oldida mayli zinnatli kiysa degan shaklda biz yo'qdi. Atlas diqqat tortmamdi, qizil kiyim tortmamdi. Menimcha soq erkak bo'lsa qaraydi u bu deb degan shaklda gapdim. Biz mesela atlas misal olib aytsak, urf odatga aylanadigan bir masala. Xo'sh, xo'sh. Normalda u zamanda yashab baqqan qizlarga atlas kiygan zamonni deydi mesela. Ular yashab baqqanlar, herkes ularga nimasini tatadigan yeri yo'q, diqqatini tatadigan yeri yo'q uning. Xo'sh, xo'sh. Qizil kiyim shunga o'xshash. Mayli qolgan masalalarni, qadrli ko'ruvchilarimiz, yuqorida asosiyatdan kiyimninki, islomdagi kiyimninki asosiy maqsadni umumiy jihatda boshda tushuntirib o'tdi. Masalan, kiyimninki tor bo'lmasligi, nepiz bo'lmasligi, badanni u yoq yani uchuq semiz o'riqligini ko'rsatgan shaklda bo'lmasligi, eng asosliq yani boshqalarning diqqatini valdir ba'zida baklam insonni zinnat tortadigan, har qanday odamning diqqatini keyniga burilib qarog'isini keltiradigan kiyim bo'lmaslik yani u ayolning Onun kim kiydirilse aldırıp aldırıp kiydiğinde balık köpeğin o çolpan dep atıldığın bütün kişiler kiydiğinde televizordaki, ikramdaki onun bana. Yani mayli qaysi rang bo'lishdan qat'iy nazar, yani naiti u ayolning iffetlik, pok bir musulmon o'zininki, Robbininki rizoligi uchun boshqalarning diqqatini tortmaydigan, butun badandan ait güzel şekilde yapadigan shaklda kiyim kiyish kerakligini tushuntirganlik uchun bu yerda boshqa ani kes bo'lamdi, buni kes bo'lamdi degandek parça suallarning hammasi shu umumiy qoidadan ichiga kirib ketganligi uchun buni hammasi so'rab o'tirish kerak yo'q deb qarayman. Va ilgirki sonlarimizdagi programni ko'rmagan qaydoshlarimizmi uni ko'rsa va buni bilan birlashtirib tushungan taqdirda noiti umumiy bir tushunch chiqadi deb qaraymiz. Mushahada tugataylik programmamizni. Alloh umr va sa'odamizdagi sonda boshqa bir temada ko'rishguncha omon bo'lg'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.